2022-yildan boshlab 26-yilgacha kровотечение holatida yuribsiz, ya'ni qon ketish holati bilan yuribsiz. Xo'p, davolanasiz, sizga har doim ko'klar, gormonlar beradi, shu paytda to'xtab turadi, undan keyin yana двойной qon ketaveradi. Bular hammasi simptomatik davo hisoblanadi. Ya'ni o'sha qon ketyapti, tuxumdonni uxlatyapti, ko'klar yordamida tuxumdonni funksiyasini nazorat qilib, shuni hisobiga qon to'xtaydi, undan keyin to'xtatganingizdan keyin yana shu ahvol. Возрастimiz ham o'sha 40 ga qarab yaqinlashib qoldi. Biz bu возрастda qo'rqamiz bunaqa preparatlarni ishlatishga, chunki ertaga ko'kraklarda yoki tuxumdonda qaytmas proseslar paydo bo'lib qolishidan, ana o'sha qon ketayotganini sababini topib, o'sha bilan davolab, xudo xolasa gormonlardan chiqib ketamiz. Shu oxiriga kelgan nuqtangiz shu bo'lsa, ilohim, qancha joyi aylanib chiqdim dedingiz. Mayli, sabab chiqsin. Nimaga bo'lyapti shu narsa? Mana o'zingiz aytyapsiz, kasallik o'zi bilan gaplashganda, o'sha anamni yig'ganimizda 70% diagnozini o'zi qo'yib beradi. Shikoyatlaridan o'zingiz ham mana aytyapsiz, men o'sha oxirgi abortimdan keyin bo'ldi mana shu narsa. Lekin shuncha payt o'ziga hamma joyga bordim, hamma matkani toza dedi, lekin bitta joy ichi yoqmayapti, endometriyni menga, ichi bugursi bo'lib yotibdi dedingiz. O'shaning uchun kelib shu narsaga taqaldi. Biz ham o'sha narsa bilan shug'ullanmoqchi bo'lyapmiz. Xo'p, nima holat kuzatiladi? Mana bu sizning matkangiz. O'zi normada mana shu holatda bo'lishi kerak. Endi men undan tashqari bitta yo endometrioz, yo miomaga ham podozrение qilyapman. Chunki matka shar, katta matka. Почти razmeri